Assalomu alaykum. Bugungi videoda bitta kerakli mavzuni aytib o'tib ketaman. Bizda 1Sda administrativning ichida testирование исправления degan opsiya bor. Nima ish bajaradi va qanaqa imkoniyatlar borligini hozir aytib o'taman. Buni bosishdan oldin doim viguruzit qilib oling, chunki testирование исправления qilayotgan paytingizda svet o'chib yonsa yoki qanaqadir nomiga zamikani bersa, 1Sda shu to'xtov bo'lib qolsa, ba'zi butunlay xato yuz berib turib ochib bo'lmaydigan darajaga yetib. Siz uni shu tiklash imkoniyatingiz bo'lmaydi. Agar viguruzkani qilmagan bo'lsangiz, oxiriga qilingan viguruzka bo'yicha ishlashingizga to'g'ri kelib qoladi. Shunga buni bosayotganda o'z dasturda o'zi ham aytadi, doim viguruzka qilib olgin deb. Shuning uchun sizlar viguruzka qilib oling, keyinchalik buni bosib ishni davom ettiring. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Bu исправление qilayotganda 15 minut qilishi mumkin, 20 minut qilishi mumkin, 1 soat qilishi mumkin, ayrim holatlarda 3 soatga ham cho'zilib ketishi mumkin. Bunga sabablari birinchidan kompyuteringizning kuchiga qaraydi. Ikkinchidan 1Sdagi ma'lumotlarni hajmiga qaraydi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha uzoq qiladi. Qancha kompyuter sekin ishlasa, u qo'shimcha yanada uzoqlashib ketadi. Natijada siz bosib qo'yib, kerak bo'lsa ertalabgacha ham qilayotganini ko'rib olishingiz mumkin. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun doim viguruzit qilib olib qo'ying, balkim sizga bu narsa kerak emas bo'lib qoladi. Siz tushunib yetyapsizki, bu oxirgi yetmayapti. Shunaqa paytda boshqatdan zaguruzit qilib, nimada dispetcherdan uni tashattirib, boshqatdan ba'zan zaguruzit qilib, keyin ishingizni davom ettirib ketaverasiz. Xo'p, nimalar bajaradi bu? Tepadan tushaman. Mayt ko'rib turgan bo'lsangiz, indikatsiya tablichini deyapti, reindikatsiya tablichini informatsion baza deyapti. Bu nima ish bajaradi? Biz o'rganib qolganmiz, 1Sda misol tovarlar sotayotganda tovarning boshidagi 3 ta harfni yozsak, bizga ro'yxatni chiqarib beradi. 5-6 ta variantlarni boshi bir xilliklarni. Biz bu narsaga ko'nikib qolganmiz. Biz o'ylaymizki, bu hozir yozayotgan paytimizda nomenklaturani ichiga kelib turib, shu boshdagi 3 ta harflarni menga ajratib qilib beryapti. To'g'ri, lekin bu narsani u oldindan qilib oladi. Siz prihod qilganingizda, nomenklatura yaratgan paytingizda indikatsiya tablitsasi bo'ladi o'zini ichki. U ashakda nomenklaturalar satrovka qilib oladi. Yaratayotgan paytingizda shu narsa esingizdan chiqmasin. Satrovka qilib oladi. Shu satrovka qilib olgan narsasidan biz o'zi keyinchalik foydalanamiz. Biz kelib turib yozayotganimizda u satrovka qilib olgan narsasini bizga ro'yxatini chiqaradi. Agar biz aytaylik televizor sotayotgan paytimizda yozsak, boshdagi harfni to'g'ri yozsak ham chiqarib bermayapti, bizning indikatsiya tablitsasi buzilib ketgan. U nomenklaturada bor, lekin biz yozsak ro'yxatda chiqmayapti. Shunaqa holatda siz buni yoqib turib berib olsangiz, u ko'rib chiqadi. Spiskani o'zini satrovka qilganiga keyin qolib ketgan materiallar tekshirib, yetmayotganlarni o'ziga qo'shib boshqatdan indikatsiya tablitsasini yaratib oladi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Bu bitta tovarda emas, bu umuman ba'zida spravishniklar hammasi bilan ishlaydi. Kontragent, fizlitso, сотрудник, bank shoti, договор, qizig'i yo'q. Hammasida qatnashadi bu narsa. Agar siz istayotgan kontragent chiqmayaptimi yoki fizlitsoni yozyapti chiqmayaptimi, sizda shunaqa xatolik yuz berdi. Keyingisi, проверка логической цельности deyapti. Buni men Excel misolida ko'rsatib beraman. Mana mayt ko'rib turgan bo'lsangiz, men birinchi yacheykaga raqam 1 qo'ydim, ikkinchisiga 2 qo'ydim. Va shular ikkovini qo'shsak, bizga natija 3 deydi. Biz buni xohlagan paytda 5 qilishimiz mumkin, natija 7 bo'lib qoladi. Ya'ni Excel ссылка orqali ish qilyapti. U birinchi A yacheykadagi ichidagi ma'lumotni, ikkinchidagi B yacheykadagi ma'lumotni qo'shib turib bizga javobni chiqarib beryapti. 1Sda xuddi shunaqa ishlaydi. Kontragent, fizlitso nima bo'lsa ham yaratganingizda spravishnikni. Siz uni foydalanayotgan paytingizda kontragent tanlayotganingizda u yangi kontragentni nimaga qo'ymaydi? Prodajaga qo'ymaydi, pakupga qo'ymaydi. U tayyor turgan kontragentni ссылка qilib turib sizga pakupka menyusida shakllantirib beradi. Agar siz ishlayotgan davomingizda aytaylik siz
pakubkani ochdingizda u yerda kontragentni o'rniga obyekt не найден deb turib, qanaqadir simvol bilan qanaqadir raqamlarga chiqib ketib qoladi. U qachon yuz berishi mumkin? O'zi umuman 1Sda любой narsani o'chirayotgan paytingizda u tekshirib oladi. Shu o'chayotgan narsa qaysidir dokumentlarda qatnashyaptimi, yo'qmi? Tekshirib olib turib, agar qatnashayotganligini topa olmasa, keyin o'chirishga ruxsat beradi. Agar topsa, shu dokumentlarni birinchi to'g'rilab olgan, keyin o'chiraman deydi. Ayrim holatlarda o'chirib olishi ham mumkin. Agar o'chirib oladigan bo'lsa, lekin atrofdagi dokumentlarda qatnashgan bo'lsa, shu kontragent shunaqa obyekt не найден deb turib ошибка berib qoladi. Bu shunaqa ошибкаlar tozalab tashlaydi, yo'qotib o'chirib chiqadi. Endi o'chirayotgan paytda siz bir yo'li silkalar topsang, bir yo'li yo'qotib olishingiz mumkin yoki o'rniga shu o'zi borini topib turib, o'rniga yaratib qo'yishingiz mumkin. Keyingisiga o'tib ketaman. Ссылочный цельность информационной базы. Bu ham tepadagi aytganimga o'xshagan narsa, u ham ссылка orqali ish qiladi, lekin yaxshilab bitta misol. Materialda siz ochyapsiz, material otchotda televizor sotgansiz, prihodda 100 ta bor edi, siz aniq shu 100 tani sotgansiz. Lekin nimaga qaraydigan bo'lsangiz, ostatkaga. Ostatkada u yozib berdi, yo 80 ta qoldi, yo -120 ta bo'lib qoldi. Umumiy оборотgani olsangiz to'g'ri turibdi. Kartochkaga kirsangiz to'g'ri turibdi. Materialni otchotda noto'g'ri, lekin qayerdadir xato bor, siz uni topa olmaysiz. Ichiga kiradigan bo'lsangiz, ichida hamma joyda turibdi, lekin tashqarida sizga xatosini ko'rsatib turibdi. Yana bitta misol, o'zim shaxsan buni ko'rganman. Обороткada 90-shot, 99-shotlarda, 94-shotlarda ostatkada 300 ming so'm, 500 ming so'm saldo bo'lib o'tib ketib qolyapti. Umumiy обороткada, lekin ichiga kiradigan bo'lsangiz, kartochkasini ochib turib, bu yerda hamma bir-biri bilan yopilyapti. Ya'ni bunda nima holat ro'y berdi? Siz qaysidir dokumentingiz bor edi, siz realizatsiya qilgansiz. Bu ссылкani yaratadi. Shu realizatsiya bo'ldi deb summani yozib berdi, shuncha sotildi deb. Siz realizatsiyani o'chirib oldingiz, lekin ссылкasi qolib ketib qoldi pamitida. Shuni hisobiga umumiy обороткada shu ссылкani qo'shib turib chiqarib qo'yapti. Sizda ostatkada summa qolyapti yoki minusga kirib ketyapti. Lekin ichiga kirib har dokumentda nomma-nom tekshiradigan bo'lsangiz, yana kamchilik chiqmay qoladi. Shu manovi ispravleniyani yoqib qo'ysangiz, u tekshirayotgan paytda har bitta qilingan ishlaringizni sotgan bo'lsangiz, ishga qabul qilgan bo'lsangiz, oylik hisoblagan bo'lsangiz, hammasini tekshirib turib, ichidan ссылкаlarni tekshirib bo'lgandan keyin agar men aytgan narsani topsa, to'xta deydi, bu dokument yo'q, lekin ссылкasi shu dokumentga yo'llantiryapti deydi. Shunaqalarni topsa, u shu ссылкаlarni o'chirib tozalab tashlaydi. Пересчет итогов uni yoqib qo'ysangiz, aytaylik, sizda materialda yana qaytadigan bo'lsak, sizda aniq televizorda kirimi bor, 5 ta televizor kirim qilgansiz, kimning orqasidan 10 ta televizor kirim qilgansiz. Keyin uni orqasidan 3 tasini sotgansiz. Natijada sizda ostatkada 12 ta qolishgan. Itogini oladigan bo'lsak, u 15 ta deb aytib turibdi. Xuddi siz 3 tani sotmagansiz. Пересчет итогов, ya'ni перерасчет qilib chiqadi hamma nimasini, yakuniy jami summasini перерасчет qilib turib, hammasini boshqatdan qo'shib chiqib, noto'g'ri bo'lgan narsani o'chirib, o'rniga to'g'risini yozib beradi. Siz bemalol o'sha обороткada ostatkalarni ko'radigan bo'lsangiz, to'g'ri chiqaveradi. Endi bunaqa holat o'zimda shaxsan bo'lmagan, lekin kimdadir uchrab qolsa, shu funksiyani yoqib turib, o'zingiz kamchilik to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Сжатие таблицы информационной базы, bu ham o'zi aslida buni qilib tursanglar yaxshi bo'ladi, kerakli narsa. Endi bu kimlarga ko'proq foyda tegadi? Kimki ba'zida juda ko'p dokumentlarni o'chirayotgan bo'lsa. 1Sda kompyuterlarda, Windowslarda defragmentatsiya degan narsa bor. Ya'ni siz qanaqadir fayllarni o'chirganingizdan keyin diskovotingizda ko'rsataveradi, что
150 gigabaytdan siz o'chirgansiz 40'ini 110 bo'lib qoldi. Jami hajmi, natijada sizda 40 gigabayt bo'sh joyingiz bor deyapti. O'zi aslida siz o'chirganingiz bilan uni shkafdagi kitoblarni misol qilib oladigan bo'lsak, siz ichida shkafdagi kerak emas kitoblarni olib tashladingizda, oralig'ida bo'shliqlar qolib ketyapti. Betartib bo'lib joylashib turibdi. Adinesda shunaqa narsasi bor, shu betartib qolgan joyi pustoy bo'ladi, lekin Adinesni o'chirib olganingiz bilan shu pustoy joy qolishini hisobiga ba'zida megabayt ozaymaydi. Ya'ni programma o'ziga yana qachondir shu joyni to'ldiradi deb turib, shu pustoy yacheykani o'chirmaydida band qilib egallab turadi. Sjatый tablitsa informatsion bazani yoqqaningizda bu shunaqa o'chirganlaringiz hammasini topib, boshqatdan tartibga qo'yib turib, bo'sh yacheykalarni olib tashlaydi. Chunki bab yaratganingizda shu yacheyka bab yaratiladi. Uni keragi yo'q narsa. Shuning uchun pustoy bo'lib turishda siz joyingizni egallab turishini hojati yo'q. Shuni yoqib qo'yib turib informatsion bazani bitta berib olsangiz, agar sizda haqiqatan 40 mingta, 100 mingtacha dokument o'chirgan bo'lsangiz, sizga sezilarli darajada foydasi tegadi. Balkim 1 gigabayt bo'lib ketgan ma'lumotingiz 800-700 megabaytga tushib qoladi. Balkim 1,5 dan tushib qoladi 700 megabaytga. Ana shu bundan foydalanishingizni tavsiya beraman. Restrukturizatsiya tablitsa informatsion baza va e'tibor bersangiz tepadagi reindeksatsiya tablitsa informatsion baza ishlash metodiga deyarli bir xil, lekin ikkovining o'rtasida bitta katta farq bor. Birinchidagi reindeksatsiya bu siz sortirovka qilingan narsani yetmayotganini prosta qo'shib qo'yadigan bo'lsa, restrukturizatsiya tablitsa informatsion baza bu qilayotgan ishni noldan terib chiqadi. Ya'ni boshdan shu alfavitni noldan terib chiqadi. U eskisini to'liq o'chirib yuboradi. O'rniga noldan boshdan alfavitlar terib chiqadi. Farq shunda. Prosta bu bilan buni farqi shundaki, bu mana misolida aytib o'tay, yana boshidan siz tushirgan tovarlar alfavit bo'yicha qilinganiga yetmaganini qo'shib mana bo'lsa, shu qilingan alfavitni tak tugi bilan o'chirib olib turib, boshdan qilib chiqadi. Farq shunda. Bu tezroq bitsa, выполнить bosgan paytingizda bu uzoqda qoladi. Keyin yana bitta narsani bilib qo'yingki, bu narsani yoqishdan oldin sizni kompyuteringizda joy bo'lishi kerak. Aytaylik, siz adresingiz 700 megabayt. Agar siz shu opsiyadan foydalanadigan bo'lsangiz, sizni kompyuteringizda shuni 2 baravari bo'sh joy turishi kerak. U eskisini o'chirishdan oldin, sortirovkalarni eskisini o'chirishdan oldin yangi yaratadi-da, keyin o'chirib joylaydi. Shuning hisobiga uni ichidagi joyi oshib turib, keyin tozalanib, yana joyiga qaytib qoladi. Shuning uchun bitta kompyuteringizda bo'sh joylar bo'lishi kerak bu narsani qilishdan oldin. Пересоздание автономной конфигурации. Xo'p, endi meni praktikamda bunaqalar uchramaganu, lekin bor. Adinesda bunaqa imkoniyatlari ham bor. Nima vazifa bajaradi bu? Aytaylik, siz kompyuter server yoki qayerdadir joylashgan va sizda qo'shimcha nimalaringiz bor? Sotuvchilaringiz bor, kimdir kuryer. Ular ham ishlatadi shu Adinesda, faqat mobilniy versiyani ishlatadi Androidda. Ishlatayotgan paytda o'rtada internetlar uzilishi mumkin, to'g'rimi? Yoki umuman zonaga kirib qolishi mumkin, internet yo'q joyga. Shunaqa paytda u telefonida ishlayveradi. Internet yongan paytda shu telefonda qilingan narsalar yoki sizni kompyuteringizda adresda qilingan narsalar uni telefoni bilan bog'lanib, sinxronizatsiya berib turib, ma'lumotlar bir-biri bilan almashadi. Shunaqa almashish jarayonida telefon tomonidan ошибка berib qoladi. Shunaqa ошибкаlarni oldini olish uchun shu knopkani bostirib выполнить TSPS. Oxirgisiga keldik. Проверка логической цельности расширение deyapti. O'zi umuman расширение nima desa,
hozir konfiguratsiyani bossam ochib bera olmaydi, chunki endi mana ochiqda keladi. Shuni yopib turib bitta misolni ko'rsataman. Расширение degan narsa bor. Mana bu nima vazifani bajaradi? Biz razработка qilayotganimizda, misolda, manoni ochmaymizda, zamovidan yechmagan holatda bizga qanaqadir narsa kerak edi, shunga qo'shamiz. Ya'ni ba'zan ustiga qo'shimcha ba'zi ma'lumotini qo'shib beramiz. U alohida yuradi, o'zini alohida nimasida joylashadi. Buni plus tomoni siz konfiguratsiyani umuman ochmaysizda, обновлениеga umuman ta'sir qilmaydigan narsa. Lekin qachon kerak bo'ladi shu testирование исправленияda? Agar siz aytaylik shunaqa расширениеңiz bor, ish davomida 1 обновление chiqib qoldi. Обновление natijasida siz qaysidir dokumentga shu расширениени qo'ygansiz, misolda realizatsiya qo'ygansiz, qanaqadir skidka bir bolani qo'shgansiz. Natijada обновление uchib kelgan paytda programmistlar, razработчиlar ichidagi konfiguratsiyadagi realizatsiya nomlarini bir ikkita joyni o'zgartirib qo'yishgan nomlarini. Shu o'zgarishning hisobiga расширение ishlamay qoladi, chunki u oldingi nomga ссылкasiga intiladi. Shunaqa holatda siz shu testировать исправлениени yoqib qo'ysangiz, endi bu to'g'rilanmaydi. Chunki programmist qilgan narsani hayotdan to'g'rilay olmaydi. U yerda nima almashganligini ham shu programma topa olmaydi. U prosta sizga belgilab beradi. Mana narsa yangi hozirgi 1Sda yo'q, ona narsa yo'q, ona narsa yo'q dedi va buni расширениени yaratgan programmistga ko'rsatsanglar, u shu yo'q narsani ichiga kirib turib, nomini aniqlab turib, bir-biriga bog'labdi. Bu testировать исправление информационной базы ishlash metodi shunaqa. Subada ошибка shunga o'xshagan xatolar berib qolsa, shundan foydalanib kerakli narsani yoqtirib ishlasangiz bo'ladi. Agar siz ko'p narsani tushunmayotgan bo'lsangiz, hammasini yoqib qo'ysangiz ham zarari yo'q. Prosta bitta narsani bilingki, monovi juda ko'p vaqt oladi, lekin shu kerakli narsa. Keyin ikkinchisi vaqtdan tashqari joiz ham bo'lishi kerak yetarlicha. Vigrusiya qilib olayotganingizda 700 megabayt, 800 megabayt deyoradi. Siz unga qaramang, siz uni realniy papkasiga qarang. Papkangiz necha gigabayt joy egallayapti. Agar 2-3 gigabayt bo'lsa, siz buni qilishdan oldin kamida 7-8 gigabayt joy bo'sh turish kerak. Qilayotganda u eski indekslarni o'chirishdan oldin yangi yaratadi-da, shuni hisobiga sizni 3 gigabaytlik 1S bazangiz 6 ga aylanadi. Keyinchalik yana 3 holatiga qaytib qoladi. Bundan tashqari, men sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Расположение fayla deb o'taman 1S platformani o'ziga. Bu yerda men 1S o'ziga kiryapman, xohlasanglar agar platforma sizda o'rnatilgan bo'lsa, shakilib programma faylasi ichida u o'zi kerakligini ochib, farqi yo'q qaysi birida bo'ladi, binga kirasiz va mana tomonda lotin tilida ch b desangiz o'zi shunday ham chiqib qoladi. ch d b f l ch d b f l ko'rib turibsiz, manaqa konus sifatida galочкasi bor. Bu nima keragi bor? Buni oddiy qilib aytganda, siz konfiguratorga kirib testировать исправление qilmoqchisiz, lekin 1S kirishga imkoniyatini bermayapti. Yoki kiryapti, testировать исправление qilayotganingizda yoki выгрузить qilib olaman degan paytingizda ошибка berib turib, ошибка subada deb turib, ba'zi yopilib qolyapti. Ya'ni siz to'g'rilash yoki выгрузка qilib olish imkoniyatingiz yo'q. Bunaqa holatlarda sizga tavsiya beraman, papkani o'zini, 1S papkani baza turgan papkani kopiya qilib olib qo'ying. Keyin hamma testir va shunga o'xshagan narsalardan boshlang ishni. Ichiga kirasiz, 3 ta nuqtani bosib turib, siz o'zingizni bazangizni topasiz. Bazangizni topasiz. Menda turibdi qayta joylashganligini ko'rib turibsizlar. D da papka bor. Menda 1S baza degan shu papkaning ichida test baza deganim turibdi. Shuning ichida mana qanday turadi. 1S va 8. Sizda mana rasmga qaramang, sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Asosiy narsasi shu bu katta fayl. U shu papkaning ichida birinchi qatorlarda bo'ladi. Shuni tanlaysiz.
Tanlaganingizdan keyin исправить обнаружение ошибки deysizda и выполнить yozib berasiz. Xato bo'lsa, to'g'rilik, ya'ni bu o'ta ekstremniy holatda siz konfiguratorga kiryapsiz, ochmayapti. Virusga qila olmoqchisiz, imkoniyati bo'lmayapti. Ya'ni siz ba'zida ishlanish holati chatoq. Shunaqa paytda shundan foydalanib выполнit'ni bosasiz. Bu eng oxirgi qilinadigan narsa, ya'ni birinchi aytilgan narsalar bittasiga yordam bermagan bo'lsa.